Selamünaleyküm ortaklar. Ya bu çeyinçeyi beşiktimizden yine bir de patolog işleri geçtikti. Bu da halasabı ne deb sorasanızlar, bu Xivada İstiklal Dükan. Hem biladi bir xudo xolasa banketli zal bo'ladi, ya'ni mini to'yxona desak ham bo'ladi. Bir oylar ara tayyor bo'ladi xudo xolasa. Yana to'y bazmlar bo'lsa yana ishida baravar istaymiz xudo xolasa. Bolalar ishlaydi, ishlab turibdi. Bu yerda meni narxına qiziqib turgan odamlar bo'ladi. Narxlarni aytib o'tamiz. Bu yerda gipsokardonni 1 lisini 130 ming so'mdan ishladik bu yerda. 1 lisi 130 ming so'mdan ishladik. Taygalarımıza geçsek, pöçek tayga bu yerda. Taygalarımız 15 ming so'mdan metrini ishladik. Her birisi 15 ming so'mdan metri. Şpaklovkaları, kraschasi 50 ming so'mdan bo'lib turibdi. Plus üstünden ataçent uğurladı. Bir yere xudo xolasa ataçent tasam 40 ming so'mdan bo'ladi. Devorlarımız esa dekor panel bo'ladi. Dekor panelde ishlanadi bu yerda. Kime içinde hizmetler gelirse bemalol telefon qilaverasizlar ve aloqa qilamiz.